Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar, sizlar bilan bugun yana Liliya Flowers gullari. Bugungi gulxonamizdagi gullar bu ko'lis gullarimiz. Ko'p degandik, o'shalar sotuvga tayyorlab qo'yganlarimiz orasida sotilganlari. Fikus serdechka ekib tayyorlab qo'ydim zakaz uchun. Mana bu singoniumlarni ham alohida ekib tayyorlab qo'ydim. Ildizi yaxshi ushlab olsin, joylashib olsin. Oyog'ida mabodo agar viloyatga jo'natadigan bo'lib qolsam, birdaniga sotilib qolsa, so'lib qolmasin, o'lib qolmasin deb mana shunaqa qilib chiroyli qilib ekib qo'ydik. Bu Ipomoea batat, buni ham ekib qo'ydik. Bu bugun ekildi. Hali kechgacha o'ziga kelib qoladi. Bu nomi yaponskiy lavr kustarnik deydi buni. Adashmasam shunaqa edi nomi. Yaponskiy lavr daraxti deyishardi buni. Xo'p, bu rozvoy gullaydi. Bargini yeb bo'ladimi, bo'lmaydimi bilmayman, yeb ko'rmaganmiz. Guli mayda, rozvoy, hidi juda o'tkir. Sovuqqa chidaydigan, qishda gullaydigan narsa. Bundan bir dona qoldi. Bunisi Pedilantus yashili. Bundan hali bor. Buni pyostresi ham bor, varigatnisi. Buları azalyalar. Ustidagi u gullari, gulla bo'lgani. Ustidan suv sepgan paytimizda o'zi to'kilib tushadi. To'kilib tushmagandan keyin qo'l bilan tozalaymiz. Tikas gulimiz, yonidagi kliviya gulimiz. Kliviya gullarimizni ham 25 ming, 30 mingdan boshlab beramiz. Orasida 20 mingliklari ham bor. Bemalol zakaz qilib oldirsanglar bo'ladi. Bizani joyimizni so'rayotganlar uchun общий aytib ketay. Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek rayoni, Massiv Feruza 3 da joylashganmiz. Mahallaning ichida biz xonadonda sotamiz. Hech qanaqa magazinimiz, joyimiz yo'q. Faqat uyda onlayn, offlayn sotamiz. Bu Dracena bambukimiz. Bo'ylari 1 metrga yetmaydi, 50-70 santimetrli. Bittasini bargi bunaqa pyostri, bittasi yashil. Keyin bunaqa tikasini kichkinasini ham olib keltirdim. 3 ta dona qoldi bundan. Narxi 50 ming so'm kichkinasini, kattasiniki 100 ming so'm. Bu yoqda bu hamidariya kichkinasi. Mani gullarim balkim boshqalarga qaraganda salgina qimmatroqdir, lekin biz mana bunaqa torfga ekamiz. Rossiyskiy Agrobaltga. Shuning uchun salgina qimmatroq bo'lishi bu aniq. Pochtadan jo'natganimizda ham torf yengil bo'ladi. Tuproqqa, yerga o'xshab og'ir bo'lmaydi, ves olmaydi. Bu Exinanthus gulimiz, qizil gullagan. Xina guli ham deydi adashmasam. Buni razmeri mana bunaqa. Katta 45 ming so'm.
Bu 25 ming so'm. Bunaqa fikuslarim. Bular. Narxi buni 35 dan adashmasam sotganman. Gortenziya detkalari 25 ming so'mdan. Bular уже kichkina stakandan katta stakanga o'tgan. Katta stakanga 3 barobar ko'proq torf ketadi. Gullari ham bor. Bu yoqdagi 3 ta yashilni yaqinda ekkanmiz. Bunisini uni nargisi. Ular hali tayyor emas. Bu yog'i tayyor. Mana bular ham 3 ta yashil yaqinda ekildi. Pahira o'rilgan kichkina. Kalataya Rufi Barba 55 ming. Sanseveriya Karlikoy 30 ming so'm. Bu 35 ming so'm. Zamyaklipis qorasi. Bu ham torfga ekilgan, tayyor. Bu anugina rozvoy oq aralash chiroyli bo'lib gullagan adenium gulimiz. Adeniumlar 250 ming so'mdan. Eng kichkinasi 200 ming so'mdan boshlanadi. Bu yerda zamyaklipasning kattalari bor. Avakaziya Polly detkalari yangi barglar chiqarishda davom etishyapti. Zo'r o'syapti bular. Soya joyini yaxshi ko'radi. Tegi qurigandan keyin suv beramiz. Har kuni ertalab kechqurun sprey sepamiz barglariga. Bu eski bargi, zalali yo'q. Bunaqa magnoliya gulimiz ham bor bizani. Bu rozvoy gullaydigan magnoliya. Bo'yi 1 metrga yetmadi hali. O'tgan yil qishda bu gullagan. Dekabr oyida adashmasam gullagan, yilning oxirida. Avukuba, popirtniklar, singoniumlar, kameliya kichkinasi. Bo'yi 40-50 cm. Bu kalatayalarimiz. Namlikni, soya joylarni, salqin joylarni yaxshi ko'radigan gul. Bargi mana shunaqa trubchka bo'lib chiqib yoyiladi. Bargi katta-katta bo'ladi. Bular hammasi bargi qurib, qo'jirab, o'lib qolgandi. Issiqda bu boshqatdan o'sib chiqdi persadka qilganimdan keyin. Mana bunisi ham shunaqa atlasnisi. Bu hammasi yangi barg. Mana bittasi eski bargi. Mana bunisi ham polniy o'lib qolgandi. Bu ham boshqatdan o'sib chiqqan. Kalataya Leo, joni qattiq gul. Bu Philodendron Birkin. Guli o'ziniki emas, искусственный gul bu. Bunisi mana aglanema. Gulli uradi. Rosa gullashni yaxshi ko'radigan narsa, lekin guli chiroyli emas. Bargi chiroyli buni.
Orqasida bunaqa Diefenbach'i ham bor. Bu katta. Bo'yi 60-70 cm uni. Bunisi Monstera тайское созвездие. Diefenbach'i. Bular hammasi ekilgan, tayyor. Torflari yangilangan. Tuvelari 1 yil garantiyasi, torflari ham 1 yil garantiyasi. Hammasida bor. Bu yerda ham Monstera variegatnisi. Keyin bitta bir jasminavetlilar oilasiga kiradigan, shunaqa chirmashib, osilib o'sadigan gulimiz bor. Bu ham gullaydi, faqat qishda gullar ekan. Mayda pushti bo'lib gullar ekan bu. Sovuqqa chidaydigan, soya joyda turadigan, osilib o'sadigan gul ekan. Nafasi chiqadigan, astmasi bor, allergiyasi borlar uchun shunaqa archalarimizdan ham bor. Bularni bunaqa kichkinalari ham bor. Undan keyin aganyoklarimiz tugab qolganda boshqatdan ekib qo'ydik mana. Bu ham 4 tasi qolibdi. Endi kechki payt yana boshqatdan ekib qo'yamiz, xudo xolasa. Xo'p, zakaz qilayotganlar, iltimos, xavotir olmanglar, vaqtida pulini tashlab bersanglar, men ham vaqtida gullarni pochtadan chiqarib yuboraman. Pochtani obedgacha chiqarib kelishim kerak, chunki obeddan keyin уже havo issiq, ko'chaga chiqib bo'lmaydi. Obeddan keyin boradigan boshqa joylarim chiqib qolishi mumkin. Gul ekishga, gul olib borishga yoki bo'lmasa boshqa bir ishlarim bilan ketib qolsam, qolib ketishi mumkin. Juma shanba oddiq zakaz chiqarmaslikka harakat qilaman ko'pincha. Bugun endi adashib chiqarib qo'yibman. Juma shanba oddiq o'zi zakaz chiqarmasdim. Bugun endi mayli yaqinroq joy bo'lgani uchun jo'natib yubordim. Xudo xolasa zararlanmasdan yetib boradi degan umiddaman. Zakaz berayotganda xavotir olmanglar. Yana bir marta birovning haqqi, birovning narsasi menga kerak emas. Gullarimni ko'ryapsizlar. Ko'p. Gulga ham, pulga ham ko'zim to'ygan. Faqatgina shunaqangi chiroyli gullarni yetishtiryapman, чтобы boshqalar ham shunaqa gullardan olsin, uyida bo'lsin degan umidda sotyapmiz o'zi. Bu bizning hobbimiz ishga aylanib ketdi. Kaliziya, mayda gulli. Bu aptenya. Mana shunaqa kichkina qizil gulliydi. Mana xlorofitumlarni ekib chiqishibdi. Bolalarim ekkan buni oyim bilan. Rosa ko'p ekishgan. Mana shu bitta o'zi, bitta tuya rosa chiroyli turishi. Balkonga qo'yishga, podokонникka qo'yishga rosa chiroyli. Tuyalarning rangi mana bunaqa, tagida poddoni bor buni. Bu jasmin gullari. Yorug', quyoshli joyda tursa, qishin yozin gullaydi.
Fitoniyali, rangi juda chiroyli. Quyoshga chidamli gul ekan bu ham. Bunaqa kichkina begoniya ham bor. Oqi, rozoviy, qizil. Dekabris gulimiz mana bu. Bu yerda ham bor dekabris. Bunaqa sanseveriyalar ham bor. Уже detkalayapti. Katta palma gullarimizdan ham bor mana. Hamidariya. Kitayskiy roza kattasi bitta qoldi. Buni ham chiroyli qilib tuvakka ekib qo'ydik. Bu yerda archa mana. Neydi bu? Ey Xudoyim. Kalanxoya. Bu kalanxoya o'zimizniki, gollandskiy, Xitoyniki aralash bu yerda. Kim qanaqaligi уже esdan chiqib ketgan. Точно bilmaymiz. Ranglari lekin rosa chiroyli edi. Olib kelganimizda qizil, oranjoviy, sariq, oq har xil qavat-qavat bo'lib gullardi. Bular bugun veliyalar. Hamda ham bor mana. Bugun veliya. 15 ming, 10 ming, 20 ming. Maydachalari 5 mingdan ham beramiz. Xlorofitumlarimiz hali ham ko'p. Olinglar. Hali ham shu narxi tushgani bo'yicha. Bu ham kamayib qoldi, rosa ko'p edi. Hozir mana bir qatordan turishibdi, adashmasam. Ham kichkina tuylar ikkitadan turibdi. Yaxshi kamayib qoldi bu ham. Lekin mana bolalarim bilan oyim ekib chiqishgan. Yashiklarda, stakanchalarda. Bu limonlarimiz. Limonchasi bor buni. Spatifilumni qorasi. Torfga ekilgan tayyor. Dorilarni beribman, orasidan oq gullar chiqishni boshlayapti. Narxi 55 ming so'm. Fikus makayana. Bu strelitsiya. Orasidagi aglanema mana chiroyli qilib ekib qo'yganmiz. Gulurada u ham. Mana bu aglanema mana bolalab ketgan. Bitta o'zi tagidan bolasi chiqqan 3 ta. Xoma limona. Papartnik giganti. Огородda ko'rsatganim. Tuvakka ekib qo'ydik buni. Bu imperatorning qizili.
Diefenbachia detkasi. Bu ham Diefenbachianing detkasi mana. Bu ham Diefenbachia. Imperator zeleniy katta. Anta qizili ham bor. Spasifilm detkalari, mana Aglaneman detkalari. Bu yoqda singoniumlar. Singoshalar deydi-yu. Singoniumlar rosa ko'p. Singoniumning qimmat sortlaridan bu. Bunisi ham qimmat sortidan. Bu ham qimmat sortidan. Mana bunisi ham. Bu ana trikolorida adashmasam. Qimmati. Mana bu kratonimiz Gollandiyaniki. Rangi juda ham antiqa bo'lgan buni. Mana eski bargi. Bu yangi barglari. Kichkina kofecha. Kofe. Keyin bu yoqda bambuklarimiz bor kashboda. Mana bu yoqda g'ozli stand-upsiz bunaqa detkasi. O orqasida kristovnik gul bor, ana uzumga o'xshaydigan. Uzun osilib tushganda buni. Uzun. Mana bu yoqda ham singoniumlar. Anaqa kompozitsiya qilib ekib qo'ysangiz ham rosa chiroyli turadi uyingizda. Yashil, qizil, bunaqa har xil qilib qo'shib ekib qo'ysa ham bo'ladi. Singoniumlarni rosa zo'r turadi. Buni yoniga yana anaqa Monstera Monkey qo'shsangiz, undan ham chiroyli ko'rinadi. Bu Diefenbachia. Kimdir bunaqalarni chirinkasini so'raganda tayyorlab qo'ydik buni ham. Mana buni. Buni katta bargi bu yoqda ekan. Mana philodendron bular. Philodendron karamel. Singonium panda. Bu yoqda ham bor mana. Terapegia vuda. O'sib ketibdi bu variegatni. Oxoy. Mana bundan ko'paytirganmiz. Bundan ko'paytirdik. Singonium. Rosa chiroyli ko'rinadi. Bu Polly kattasi. Aglanema. Bu Jasmine Gollandiyaniki. Persatga qilingan, torflari yangi. Yangi shoxchalar o'sib chiqqan. Shoxlagan. Xudo xolasa gullaydi bu yaqinda yana. Bunaqa mayda gullarimizdan ham bor mana bularning ko'payishi. Bitta bakdan chiqishi bularni. Bu yoz kattalari. Bu Diefenbachia.
Alligator drakoni shkura deydi buni. Papartnik, gigant papartnik. Bargin uzunligi 1 metr, 1 metrdan uzun. Yana kraton mana. Boshqacha rangli. Uyatchan gulimiz. Yopilishini. Antiqa narsa. Yopilib oldi. Xafa bo'ldi. Plumeriyami nima derdirdi buni? Nima bu? Nomi? Primulami? Buni urug'idan o'stirganmiz. Urug'idan chiqqan bu. O'tgan yili sentyabr oyidami ekilgan. Endi mana 1 yil bo'lyapti. Shunaqa darajaga yetdi. Chunki bu parniksiz o'syapti-da. Parnikda bo'lganda уже barglar ham naqa bo'lib ketardi. Parniksiz ko'chada o'syapti. Alakaziya variegatniy. Regal Shills'ning bolasi mana. Bitta kattasi bor. Bu Xitoyniki. Agarodda yerda. Gollandiyaniki bor. Gollandiyanikini qimmatroq olganmiz. Katta kolus 1 metr bo'yi. Rangi juda chiroyli. O'ta go'zal rang. Bargi. Bitta bargi bitisi qoplaydi. O'ta katta. Aytgancha shu kitayskiy rozani gullagan paytida videoga olmayotgandim. Bugun ertalab Instagramga qo'ydim. Mana gullagan. Oranjoviy gulladi. Nargi yonidagi pastda qizil, u ham mahroviy gulladi. Nargisi ham mahroviy. Zo'r guli, rosa chiroyli. Tanasi ham baquvvat, qalin. Voy xudoyim, yiqilma. Adenium gullashda davom etyapti. Gullari katta-katta. Ranglari sochni. Anta xosta gullagan. Uni ham guli katta. Bosib qo'yibman-ku gulni. Onam yeydi mana. Mana guli. Guli. Hidi shirin. Juda shirin hidi. Ipame batatlarimiz ko'p. Balzaminimiz ham ko'p. Xlorofitumni endi aytmasa ham bo'ladi. Xlorofitumning anaqa jingalaki ham bor, bonni. Bu yerda mana gardeniya gullarimiz. Yangi barg chiqarishda davom etishyapti. Bargi yerga ekkanimiz uchun вообще kattalashib ketgan. Bunaqa yirik barglisini hali ko'rmaganmiz. Hech qayerda yo'q bo'lsa ham kerak. Xitoydan kelayotgani ham namnaqa barg bo'lib kelyapti mana. Bunisi 5 barobar katta bundan. O'sib chiqqan barglari. Gortenziyamiz, hostalarimiz
Soya salqin joylarni yaxshi ko'rishadi, zo'r o'sadi soya salqin joylarda. Bu anti papartikni bittasini oldik ana. Shamshotimiz ham bor. Ruskus bor. Yerga ekilgan mana bu katta tol gulimiz bor. Egasi chiqsa uni ham sotib olaveramiz. Bu kolokolchiklar bahorda gullagan. Mana bu qizil bargli, bu nandinina. O anta fikus benjamin yaltirab zelyoniy bo'lib turibdi. Arma monstera gullarimiz. Bu tarafga suv qo'yganmiz. Suv ekan, loy ekan yer. Yurib bo'lmaydi bu yoqda. Xo'p. Difenbakiya yana bor yerda detkalari. Bu katta difenbakiyalar. Geykera qizili. Geykera o'zi bu katta. Hozir videoda ham kichkina ko'rinayotgan bo'lishi mumkin. Rasmni so'rashadi, tashlab bersam ham kichkina ko'rinib qoladi, lekin katta. 3 yildan beri уже yerga ekilganiga 3 yil bo'ldi. Yerda qishlaydi. Mana shunaqa timasdan gullaydi bu. Mayda-mayda. Gulini hidi yo'q ekan. Hidli bo'lmas ekan guli. Ikkita bor. Mana yana bittasi bor, katta. Voy, issiq ekan, issana. Safiyani bargi. Vashi chiroyli. Dumaloq yaltiragan. Bunisi voyenniy fikus. Bu ham chiroyli rangi. Yerga ekilgan gullar вообще sochni chiroyli bo'lib o'sadi. Yer baribir zo'rda. Fikuslarimiz qoralari ham qoq quyoshda, yerda quyoshda o'smaydi deganlar uchun mana qoq quyoshda ekib qo'yganmiz. Mana bu kolyuslarni ham, benjaminni maydalari ham mana balzaminlar ham quyoshda. Hozir obed soat 2 bo'ldi adashmasam. Issiq qoq quyoshda gullarimiz sog'lom, issiqqa, sovuqqa chidamli. Ob-havo sharoitlarimizga o'rgangan, qo'rqmasdan bemalol olsanglar bo'ladi. Uyliga olib borgandan keyin o'lib qolmaydi, qurib qolmaydi. Garantiyasi bor. Mana soyada o'sadi deganlar uchun bu quyoshda o'sadi. Prosta bo'yi o'sib ketib qolgan, biz orasidan kovlab olganmiz. Shuning uchun bu yiqilgan. Guli vashi zo'r. Hidini asalni hidi keladi. Guppillab urib yotibdi hozir buni hidi. Juda ham o'tkir. Yondan sarig'i ham bor. Sariq zolotarnik. Qani buni guli. Ekranga quyosh tushib yotibdi, ko'rinmayapti hech narsa menga. O, naryoqda mana balzamin ogonyoklarimiz rosa ko'p. Ular yana kechki payt salqinda ekib qo'yamiz. Oy, pishib ketdim. Jasminni qizil bo'lib gullaydigani. Bu sovuqqa, issiqqa chidamlisi. Naryoqda
Jasminni qattiq bargligi bor mana. Mana bu. Bargi qattiq, glyansiy. Bu mayda zvezdochka bo'lib gullaydi. Hidi juda ham o'tkir buni ham. Kecha bittasini gullagani bor edi, tushib qopti shekilli уже. Yoki sal nariroqda, men ko'rmayapman. Gortenziya metelchiti issiqniki. Aleksandrani. O'ta go'zal, yaltiragan, sochni, живой. Rangi tilda rang вообще zo'r. Buni hop bu lipa daraxtimiz. Kichkina qalamchasidan ko'paygan bu. Bu 5 yillik adashmasam. Yo 4 yillik yo 5 yillik. Klimatis gulimiz tinmay gullaydi. Quyoshga, sovuqqa chidamli. Gullar roshi chiroyli. Bu yerda ham bor. Voy. Qizib ketdim. Soyada o'tiraylik. Xo'p, bu yerdagilar mana bu kraton. Uzun jingalak bo'lib o'sadigani. Bu kala gulim, o'tgan safar ham ko'rsatdim. Gulning ichida danagi bor. Endi pishsinchi danagini ko'ramiz. Nima ekan u? Fikuschalar, rayhon, mushkambar, hidi вообще zo'r chiqadi buni kechki payt. Mushkambarni hidi, jasminni hidi. Ano nima bu? Floksni hidi. Rosa zo'r gullarni hidi. Bu xrizantema sariq ranglisi. Bu kalanxoya lechebnimi nimadir deyishadi buni. Anjir qayerdadir rost ko'rdim, anjir osilib turadi katta bo'lib. Yo'qotib qo'ydim. Bu mana arma katta. Bahaybat. Yerga ekilgan gul baribir zo'r. Yerga go'ng tashiymiz har yili kuzda. Dadam solib beradilar. Boshqa dori unchalik bermaymiz. Anjir, neredasan anjir? İçida ekan cho'qadi hozir. Bu Ficus Macayanum kattasi. Bo'yi 1,5 metr buni. Lavroviy list. Hidi o'tkir. Qurigandan svejisini ta'mi zo'r bo'lar ekan ovqatga solganda. Mana malachaylar gullamayotgan bo'lsa, quyoshga olib chiqib qo'yinglar. Bahordan beri tinmay gullayapti, ko'z tegmasin.